Muhtaram Prezidentimizni 2025-yil 19-martdagi 51-sonli farmonlariga asosan umumta'lim maktab direktorlarining oylik maoshlari 25-yilning 1-sentyabridan 20% ga, direktor o'rinbosarlarining maoshlari 10% ga oshirilishi, shuningdek 2026-yil 1-yanvardan boshlab ularning ish samaradorligiga qarab oylik maoshlarining oshib borishi biz maktab rahbarlari hamda direktor o'rinbosarlarini ishchanlik kayfiyatiga, o'z kasbiga bo'lgan munosabatini yanada yaxshilanishiga bir turtki omil bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Shuningdek, umumta'lim maktablarimizda hozirgi kunda ijara asosida faoliyat yuritib kelayotgan tarmoqlardan tushayotgan ijara mablag'larini hozirgi vaqtda 40% beriladigan bo'lsa maktab hisobiga, bu 75% etib belgilandi. Bu ham bizning maktabimizda daromadini ortishiga, maktabdagi moliyaviy masalalarni hal qilishimizga, zarur sharoitlarni yaratishimizga katta zamin yaratadi. Albatta ushbu farmondan o'zimizga katta kuch, motivatsiya oldik va ish samaradorligimizni yanada yaxshi qilishga va'da beramiz.